Yağmurni birer qitim o'ylab boqdiqmi? Nemisin demsiz? Bir muncha taraflarini o'ylashimiz mumkin. Biz endi faqatla yağmurning yig'ishiga qarab boqaylik. Yağmur tamchilari 6 mm cho'ngliqda bo'lib, buningdan cho'ng bo'lmaydi. Yani kelib yağmur yaqqanda asla bir-biriga tegmaydi. Egizdan pastga tashlangan bir cisim yerning tortish kuchining ta'siridan bargancha sur'ati tezlagan holatda yerga tushadi. Ammo bu kichikkina yağmur tamchimiz bo'lsa, xuddi yerning tortish kuchiga jang e'lon qilgandekla muqim sur'at bilan yerga tushadi. Bu hodisaning ajoyib cho'ng hikmati bordir. Chunki yerning tortish kuchi qonuniga uyg'un holda bir qancha ming metr egizlikdan tushadigan tamcha yerga o'qning sur'ati bilan tushadi. Nihoyatda tez, tashkuchi va vayron qilg'uchi holatda. Yağmurning hosil bo'lishidagi yuzlagan hikmatli jarayonlarni bir chetga qayrib qo'ygan holda so'rab boqaylik. Bu yağmur tamchilarining bo'yini kim belgilaydi va uningdan cho'ng bo'lib ketmasligini kim to'suydi? Milyonlarca tamchilar birli vaqtda yerga qarab tushganda shamollarning ta'siriga qaramasdan bir-biriga tegmaydi. Bu tamchilarni bir-biriga tekkizmagan qudrat egisi kim? Yağmur tamchilari yerning tortish kuchi qonuniga qaramasdan muqim sur'at bilan yerga tushadi. Yağmur tamchilarining o'qdek itilib tushishiga ruxsat bermagan marhamat egisi kim? Yağmurning bu şekilde yağışı, onun yağdırgıcısının barlığını taqozo qiladi. Undaqda osmondan bu suvni hikmat bilan tushirgan va onun bilan yer yuziga hayotlik bergan kim? Bütün bu savollarimizga Qur'on javob bersin. Agar sen ulardan bulutdan yağmur suyunu tushirib, onun bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Ya rajai